Assalomu alaykum, hurmatli Shavkat Miramonovich va Oliy sud raislari. Men Samarqand tuman Qozariq mahallasida istiqomat qilaman. Eshonqulova Ra'no bo'laman. Meni xo'jayinim nomlariga Eshonqulov Baxtiyor, hozirgi paytga O'lmasov Mirbaxti nomiga bizlarga 6 sotix yer o'lchab bergan kolxoz tarafdan 92-yil. Bizlarning sharoitimiz og'irligi uchun o'zi ham mana yaqinga bizlarning qo'shnimiz mana 18-yillar mana shu yon qo'shnilar yer uchastkasini unaqa qildi, ko'tardi, endi imorat qilishni ko'tardi. U yerga bitta mani yerim qolgan edi. Bu tomon unaqa qo'shni, bu tomon qo'shni, faqat oldi ochiq edi. Bizlarning sharoitimiz og'irligi uchun men u yerga hech narsa qila olmadim. Nimaki deganga menga ikkita nogiron bor, ikkita nogiron. Bitta ayol istim bilan men ishlayman. Ishlasam meni qornim to'yadi, ishlamasam men bugun nasiyaga magazindan mahsulot olishga to'g'ri keladi. Hurmatli prezidentimiz, Oliy sud raislari. Keyin men nima bo'ldi? Men chiqib ketdim. 16-yil men Turkiya shahriga chiqib ketdimki, men shu yerda biron narsa qo'yay, kambag'alchilikdan chiqa olmasdan endi o'sha yerga borsam bir qo'lim uzun bo'ladi. Men o'sha yerga biron uy qurib chiqishim kerak edi, o'sha yerimga. Men ishga ketgandan keyin Diyorov Jo'raqul meni qo'shnim bo'ladi. U bilan hech unaqamiz yo'q. Mesela urush janjal hech nima qilmagan. Meni yerimni o'zboshimchalik bilan old qismi ochiqligiga, old qismiga meni xo'jayinim больницаga bo'lgan, unaqasi salomatligi yaxshi emas. Bu odam Chernobylga xizmat qilgan, bombaga qolgan bu kishi. Bu kishining jigarlari уже tamom bo'lgan. Bizlarga Chernobylga bo'lsa ham bizlarga hech qanaqa yordam yo'q. Hech qanaqa yordam yo'q. Ikki o'g'lim ham nogiron bular ham. Bu qo'lidan hech narsa kelmaydi. Bu bolaga nima desangiz ham hech nimani bilmaydi. Ruhiy. Bu qo'shnimiz bizlarni yo'q paytimizdan foydalanib, u yerga devor qo'ygan. Bu gapdan xo'jayinim xabardor bo'lib, больницаdan kelyaptilar, menga telefon qilyaptilar. Meni salomatimni mazasi yo'q. Men qayerga ketaman, nima qilaman? Men majbur ishimdan ayrilib, men ishimni tashlab keldim. 2 yo'lda arasiga qolib kelsam mana bunaqa ahvol bo'lib yotibdi. Men chiqdim, endi xotiniga aytdimki, nima bu ahvol? Nimaga, kimdan so'rab? Qo'lingdan kelganini qil. Qo'lingdan hech narsa kelmaydi. Men buni boshqa kishidan oldim. Ana shunaqa gap, har xil tuhmatlar bilan yo'lni to'sib qo'ydi. Men nima qilishimni bilmasdan murojaat qildim Usmonov Sirojiddin, bizlarni tuman hokimiga murojaat qildimki, u kishi kelib menga yordam beradilar deb o'ylab men u kishiga bordim. U kishini men topolmadim. Ariza tashlab keldim. Bir 15 kun kutdim. Hech kim, u hokimiyatdan hech kim kelmayapti. Men yana bordim. Men aytdim, qana, arizam u yerga yo'q. Ariza ham yo'q, hech narsa yo'q. Men aytdimki, shu bugun men tuman hokimi Usmonov Sirojiddinga kirmasam, men uyimga qaytmayman. Eshikda oldiga o'tiraman deganimga, ular majbur meni bugun hokimda unaqalari bor. Unaqa ochiq muloqot, sayyor qabullari bor. Eshikka borsangiz siz hokimga uchrashasiz dedilar. Men bordim, hokimga uchrashdim. Hokim aytdilarki, gapimni eshitdilar, dedilarki, bizlar uyingizga mutaxassis yuboramiz dedilar. Keyin bir 3 kunmi 4 kundan keyin oqshom usti ikkita mutaxassis keldi. Ular arxitektor bilan kadastr ekan. Keldi, qo'shnini chaqirdi, uchastkovoy qo'shni, o'sha o'zboshimchalik bilan o'rab olgan qo'shni, keyin ikkita mutaxassis, mahalla komiteti, ular kirib keldi meni uyimga. Undan so'radilar, nima bo'ldi, nima qo'ydi. U qo'shni aytayaptiki, men buni rasmiylashtirib oldim. Mana menga kadastr hujjati, mana menga ro'yxat deyapti. Ro'yxatdan o'tkazgan qog'ozni ko'rsatyapti ularga. Keyin ular buni qo'shnini eshitdi, meni eshitdi, chiqib ketdilar ular. Hech narsa demadilar, chiqib ketdilar. Sudga murojaat qiling dedilar. Keyin men nima qildim? Sudga boraydiganga menga advokat olish kerak. Bu yerga
qanaqasiga bu katastr qilgan bo'lsa, bu qo'shnidan so'radim, qo'l qo'yganimiz yo'q. Bu qo'shnidan so'rayapman, bizlar ham qo'l qo'yganimiz yo'q. Kim qo'l qo'ydi bu katastrga? O'sha uchun men nima qilishim kerak? Sudga borish uchun menga advokat kerak. Sharoit og'ir. Men ishni tashlab kelgan. Men nima qildim? Keyin men yana bordim sayyor qabul Turdimovning sayyor qabullariga bordimki, meni sharoitim og'ir. Iltimos, meni eshitishni istamayaptilar. Meni to'g'ri sudga boring deb yo'llanyaptilar. Keyin men Turdimovga aytganimga Turdimov Usmonovni chaqirdilarki, bu yerga mana shunaqa bo'libdi. Bu ayolda sharoiti og'ir ekan. Bunga ikkita nogiron ekan. Qanaqasiga sizlar qayerga qarayapsizlar deb ishni unaqaga hokim, tuman hokimi Usmonov Sirojiddinga topshirdilar. O'sha yerga G'olibaka degan prokuror bor ekan. G'olibaka degan prokuror bor ekan, tuman hokimi G'olibaka. O'sha kishiga Usmonov buyruqni berdilarki, siz dedilar, buni tekshirasiz, kim kimga bergan, nima bo'lgan, nima qo'ygan, ishni siz olib borasiz deb G'olibakaga berdilar bu ishni. G'olibaka o'sha kun menga nomer telefonlarini berdilarki, nima gap bo'lsa agar menga telefon qilib aytasiz, siz dushanba kuni bizlarni unaqaga tuman prokuraturasiga kelasiz dedilar. Nima qog'ozlaringiz bor? Sizga qanaqa dokument bor? Uy unaqasi menga o'sha paytlar bitta qaror bergan, prezidentimiz bitta qaror bergan. Bu yerga dalolatnoma yo'q. Topkormi degan gap yo'q. Bu yerga hammaga 92-yil bitta qaror bergan. Boshqa hech narsasi yo'q. Boshqa hech narsa, bitta qaror bor bizlarga. Keyin undan keyin men tuman prokuraturasiga borganimga ular o kishiga berdilar. Rizqitillo degan bularni zami G'ayradaka bor ekan. G'ayradakaga ham emas, Rizqitillo degan zam prokurorni yordamchisi Rizqitillo bor ekan. O'sha kishiga bu ishni berdilarki, chaqirasan, ikki tarafni chaqirasan, so'roq qilasan endi nimasi bor, nimasi yo'q, nima bo'lgan, nima qo'ygan deb. Keyin Rizqitillo meni chaqirdilar. Aytdilarki, "Opa, nima bo'lgan, boshidan gapirib bering." Yana men hammasini gapirib berdim. Dedilarki, "Opa, bunga shuncha yil bo'libdi. Nimaga siz biror narsa qo'ya olmadingiz?" Men aytdimki, "Uka, siz gapimga quloq soling. Ikkita nogiron bo'lsa, bitta ayol nima qilishi kerak? Ayol ishlasa, ayolning ishi bitta shu uyni remont qilishga yetmaydi. Haliki bitta blokni qo'y, bitta sementni qo'y, u usto pulini ber, u mardikor pulini ber" deganimga u odam meni gapimga javob bera olmadi. Keyin aytdiki, "Ha, tekshirib ko'ramiz" dedi. Undan keyin qo'shnini chaqirgan. Ular nima mendan keyin, endi meni oldimga qo'shnini chaqirmadilar ular. Nima bo'ldi, nima qo'ydi? 2 oy bu davom etdi. 2 oydan keyin men boryapman Rizqitillo, hech narsa bizlarga nima bo'ladi? Meni yerimni qachon ochib berasizlar? Nima bo'lyapti bu yerga? Nima qo'yapti? Keyin u aytdiki, "Opa" dedi, "bitta mutaxassis katastr kelishi kerak" dedi. "Bizlar" dedi, "mahalla komiteti, uchastkovoyni olamiz" dedi. "Uyingizga boramiz" dedi. "U yerga nima bo'lgan, nima qo'ygan, o'sha yer bilan tanishamiz" dedi. "Хорошо" dedim. Bular bir haftadan keyin bular keldi. Dediki, "Bizlar kelyapmiz" dedi. "Siz mahallaga chiqing" dedi. Mahallaga chiqib kutib o'tirdimki, Rizqitillo bilan yordamchi prokuror unaqa yordam shu Rizqitillo bilan mutaxassis kelgan. Ular aytdiki, "Siz boravering" dedi. "Bizlar sizni orqangizdan boramiz" dedi. "Bizlar mahalla komitetidan bilan kelamiz" dedi. Men uchastkani oldiga kelib turibman. Bular keldilar. Keyin qo'shnini chaqirdilar. "Nima bo'ldi, nima qo'ydi?" Yana qo'shni aytdiki, "Haqqoniy bu yer" dedi. "Buni yeri" dedi. "Lekin bu" dedi, "sotgan" dedi. "Men buni boshqa kishidan olgan" dedi. Keyin ular aytdilarki, "Qani shartnoma boshqa" deganiga u bularni shunday quchoqladi-yu, qo'lidan tortdi-yu, meni uchastka yerimga kirdi, eshikni mahkamladilar. Men tashqariga qoldim. Nima qilishimni bilmayman. "Siz shu yerga kuting, siz bu yerga ichkariga kirmang" dedilar. U yerga nima bo'ldi, nima qo'ydi, undan meni xabarim yo'q. Keyin Rizqitillo bilan keyin bir yarim soatdan keyin ular chiqdilar. Chiqqandan keyin Rizqitillo menga hech narsa demasdan mutaxassis bilan mashinani oldiga ketyapti. Men deyapmanki,
rizqitilo nima bo'ldi nima qo'ydi siz menga hech narsa demayapsiz-ku desam agar u aytyaptiki opa fuqaro sutiga boring siz bu yerga mani tushunganimcha bularni ishi bu yerga bo'ldi bitdi mutaxassisda olib keldi shu bilan bityapti deb tushundi man dedim qanaqasiga man unaqa fuqaro sutiga boraman deganimga yo'q opa hay man bilmayman deb moshinaga o'tirib ketdi keyin man tuman prokurorligini oldiga bordim g'ayrat aka g'olib akani oldilariga bordim u kishini nomerlari bor edi telefon qilib u kishini topdim man dedim g'olib aka qarang dedim qanaqasiga dedim bu dedim sizni yordamchingiz kelyapti mani uyimga dedim mani dedim fuqaro sutiga yuboryapti dedim qanaqasiga dedim ikki qo'shni bu yerga qo'l qo'ymagan bo'lsa dedim bu dedim qalbakilashtirgan buni qo'liga kadastr bo'lyapti dedim qanaqasiga bunaqa bo'lishi kerak deganimga keyin rizqitiloni chaqirdiyu aytdiki bor olib bor dedi bunga tushuntir dedi hozir mani vaqtim yo'q man unaqaga boryapman nima edi bir ishim bilan chiqib ketyapman hozircha mani vaqtim yo'q sizga rizqitillo tushuntiradi dedi keyin man rizqitiloni oldiga qoldim rizqitilloga aytdim rizqitillo qarab turing siz qanaqasiga jinoyat alomati bor bu yerga jinoyatni qo'ymasdan siz mani fuqaro sutiga yuboryapsiz deganimga u aytdiki opa dedi unday bunday deb mani avradi o'zidan uzoq qilib dediki siz agar istasangiz dedi sizga bitta advokat topib beramiz dedi agar istamasangiz siz advokat olmasangiz bo'lmaydi dedi man hay dedimu keldim bitta advokat burxonov so'hrov degan advokatni topdim u kishiga man 3 million to'ladim orderi uchun keyin u kishi o'zlaricha dediki man dedim yuring dedim hozir u yerga dedim mana shu prokuratura tuman prokuraturasiga dedim bizlarni ishimiz dedim rizqitillo olib boryapti deganimga manga burxonov so'hrov aytdiki opa dedi hozir man dedi ishim ko'p dedi man dedi sudga boryapman dedi man o'zim dedi o'sha odam bilan uchrashaman rizqitillo bilan man o'zim uchrashaman zam prokuror unaqasi bilan yordamchisi bilan dedi hay man unga ishondimu siz boring dedi uyga boravering siz orderni oldingiz bo'ldi ishingiz bo'lmasin dedi man dedim xo'p dedim uyga keldim kutyapman hech narsani natijasi yo'q hech narsa yo'q keyin man unaqani advokatni oldiga bordim advokat aytdiki man dedi rizqitilloga aytdim dedi rizqitillo dedi unaqani olib boryapti dedi tergovni olib boryapti dedi keyin man hayron qoldim mani hech narsaga chaqirgani yo'q hech narsa qilgani yo'q man tushunganimcha tergovchi kelib mandan so'rashi kerak nima bo'ldi nima qo'ydi nima qildi ikkinchi tarafni so'rashi kerak mana bu ikki qo'shnini chaqirishi kerak qo'l qo'ymagan keyin man rizqitilloni oldiga borganimga aytdimki rizqitillo dedim man yon qo'shni bilan gaplashdim dedim man sizni oldingizga olib kelaman dedim siz undan dedim tilxat olasizmi ariza olasizmi uni man famiga bormayman dedim u tushuntirish xati bermoqchi dedim man bu yerga qo'l qo'ymagan deb tushuntirish xati bermoqchi dedim rizqitillo aytdiki hay mayli olib keling dedi man o'sha ayol Fayzullayeva muhibani olib bordim rizqitillo undan tushuntirish xati oldiki haqqoni siz bu yerga unaqa qilmaganmi yo'q dedi mani вообще xabarim yo'q dedi mana bu qo'shni dedi qalbakilashtirib dedi mani otim bilan dedi qo'l qo'yibdi dedi uni oldi rizqitillo uni oldi lekin bu yerga shunday qarasam agar bu yerga o'yin boshlab ketyaptida qaradim man advokatni topolmayman bunisi u yerga yubor bunisi bu yerga yubor bular ishni tergovga emas tergovchiga emas bir yoshgina yigit yangi ishni boshlagan uchastkovoyga bergan ekan uyimga uchastkovoy keldi man dedim ha dedim tinchlikmi dedim ha opa dedi sizni ishingiz dedi rizqitillo manga berdi dedi nima bo'ldi nima qo'ydi bu yerga manga dedi og'zaki hammasini ayting man yozib olaman dedi man dedim shunaqa bo'ldi shu bilan ish ketdi 3 oy 4 oy bo'lyapti hech narsani xabari yo'q keyin bizlarga bu yerga prezident administratsiyasidan kelganlaridan keyin man u kishiga murojaat qildim qog'ozlarda hammasini ko'rib keyin u kishi buyruqni berdilar keyin bular majbur bo'ldi 228 ni qo'yishga keyin jinoiy sud bo'ldi jinoiy sudga buni sud qildilar shtrafini qo'ydilar diyorov jo'raquliga jinoyatchi deb soxtalashtirgan kadastrni bekor qildirdilar hammasini undan keyin bizlar fuqaro sutiga berdikki yerni ochish devolni ochish kadastrga ruxsat deb bersak agar ular birinchi sud jarayoniga
bizlar tomonga chiqarib berdi. Bu 3 martami 4 marta sud bo'lgan bo'lsa agar Diyorov sudga qatnashmadi. Ko'rib turib, eshitib turib, eshigini oldidan, sudda eshigini oldidan qaytib ketib, bizlar tomonga sud hal bo'ldi. 30 sentyabrga sud qarori kuchga kirgandan keyin Diyorov Jo'raqul borib, mansiz sirtdan ko'rildi deb ariza berib, bular zatni chislo bilan bizlarni qarorimizni bekor qilib, sirtdan ko'rish degan sudni boshladilar. Sudni boshlagandan bular arizani beryapti-ku. Arizani bergandan kundan bular sudni, bugun arizani bersalar, shu bugun bular sud qilgan. Men o'shanga aytyapmanki, bizlarga keyinchalik qog'oz keldiki, sudga kelinglar deb keyinchalik qog'oz kelgan. Bizlar keyin xabardor bo'ldik. Mana bu ishlardan keyin bizlar borsak agar aytyapmiz, bu nechinchi sud? 3-sud. Nimaga bizlarni chaqirmadilaringiz? Sizlarga telefon qildik, sizlar kelmadilaringiz. Bizlarga telefon bo'lgani ham yo'q, qog'oz kelgani ham yo'q. Bizlarsiz bular sud qilib, oxirgi sudiga ham bular bizlarsiz qarorni chiqargan. Bir tomondan Diyorov Jo'raqul kassatsiyaga bergan, kassatsiyaga. Bu o'rtaga bu fuqaro sudini to'xtatib, kassatsiyaga bordik. Ikkinchi kassatsiyaga meni chaqirdilar. Borganimga u yerga katastrda chaqirdilar. U yerga hamma ish yaxshi ketayotgan edi. Bu ko'rdiki, bu Diyorov Jo'raqul u yerga yutqazadi. Siraza u unaqasini oldi. Arizasini qaytarib borib fuqaro sudini unaqa qildi. Yana qolgan joydan davom etib, o'zini tarafiga chiqarib, bu ikkinchi qaror Diyorov Jo'raqulga hal bo'ldi. Endi men sudyaga borib aytyapmanki, qanaqasiga bunaqa bizlarga qaror chiqardingiz-ku desam, yo'q, u Zahiraga turibdi. Sizniki ham emas, Diyorov Jo'raqulniki ham emas. Diyorov Jo'raqulniki bo'lmasa, nimaga siz devoldi buzdirmayapsiz desam, u vaqti soati kelsa buzadi-da, u davlat buzadi uni deb meni aldab, mana shunaqa qilib sudya aldab, G'afurov Nodraka degan sudya meni mana shunaqa gaplar bilan chalg'itib yubordilar. Keyin bizlar apellyatsiyaga bergan. Bu yerga Diyorov Jo'raqul yana ikkinchi marta kassatsiyaga berganiga, kassatsiyaga men dela keldimi deb oblast sudiga borsam, u yerga ular menga aytdiki, dela kelgani yo'q dedi. Keyin men yana yaqinga borsam agar deyaptiki, dela keldi deyapti. Qachon keldi desam agar aytayaptiki, 15 kun bo'ldi deyapti. 15 kun bo'lsa agar men bir hafta bo'ldi kelganimga, qachon sizlar menga u yerdan aytdilaringizki, dela kelmagan edi desam agar, yo'q, dela keldi, o'sha sud ham bo'lib o'tdi. Qanaqasiga sud bo'lib o'tdi desam agar, juma kuni bizlar sizlarga telefon qildik, sizlar telefonni ko'tarmadilaring. Qaysi nomerdan telefon qildilaring? Mana bunaqa. Men dedim, menga bunaqa nomer yo'q. Mana bu telefon hech kimni aldamaydi. U yerga yana nima qilgan? Diyorov Jo'raqulni soxta katastr, qalbaliklashtirgan katastrni bular yana unaqa qilgan. Tiklamoqchi bular. Mana Oliy sud, mana bu yerga Oliy sudni unaqalari bor. Mana kim sud qilgan bu yerga? Oliy sud, apellyatsiya sudi, kassatsiya sudi, Z Ibragimov, Z To'rayev, O Nabiyev degan sudyalar mana bu ishni qilgan. Bizlarni chaqirmasdan, bizlarsiz sud qilib, mana bu qarorni chiqargan. Hurmatli prezidentimiz mana ma'ruzachi Nabiyev Otabek Olimjonovich mana buni bizlarsiz, agar bizlarni chaqirsa edi, bularni ishi pishmasdi. Bizlarsiz mana bu qarorni chiqarib qo'yibdi. Men hurmatli prezidentim, men qayerga ketay? Siz bizlarni otamiz. İltimos, menga yordam bering. To'g'ri yo'l ko'rsatishingizni sizdan iltimos qilib so'rayman sudyalarga. Nimaga bularda haqlari bormi? Meni chaqirmasdan, menga telefon qilmasdan, menga quruq tuhmatlar bilan mana bu qog'ozni olib chiqarib beryapti menga kotibi. Bularda haqqi bormi mana shunday ishlarni qilishga? Qalbakilashtirgan katastrni tiklashga kimning haqqi bor? Kimga yozgan, bu yerga qayerga, qaysi qonunga bu narsa bor? Jinoyat ishini tiklashga kimni haqqi huquqi bor, kimni vakolati bor? Iltimos prezidentim, bizlarga yordam berishingizni iltimos qilib so'rayman.